ashaddiy muxlislar yig'ilganda bitta gapni aytishim kerak. Sizlardan eng ko'p menga bo'ladigan savol o'g'lingiz nechta deyishadi. Hozir ham shu savol bo'ldi. O'g'lingiz nechta deydi. Ikkita desam, qizingizchi? Ikkita. Xotiningizchi deydi. Xotin kishi savol beradi. Xotiningizchi dedi. Bitta desam, uyat emasmi shu gavdaga deydi. Bitta hangomani eslatdi Rustam qiziq ustozning hangomalari. Ikkita kundosh erini so'roq qilayotganmish. Hozir aytib berasiz, qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz? Hozir aytib berasiz. Ikkovlaringni ham degan ekan, ikkovimizni emas, qaysi birimizni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Hozir aytib berasiz. Hozir aytib bering, qaysi birimizni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Debdi. Bittasini kalaslab qolibdi. Kundosh qiynab qo'ydik xo'jayinni. Osonlashtirib beraylik savolni. Ha, osonlashtirib bering o'zingiz degan ekan. Xo'jayin, sizga savol. Tasavvur qiling, biz ikkita kundosh daryodan oqib ketyapmiz. Qaysi birimizni birinchi qutqazasiz? Shuni ayting desa, katta xotiniga qarab, "Rizvon, sen suzishni bilasan-a?" dermish. Mumkin ekan. Aka, ikkalasiga ham tenglikni yo'lga qo'yishingiz kerak. Ikkalasiga ham teng qarashingiz kerak ekan. Janjallashib qolgan paytda yarashtirib qo'yish ham sizning bo'yningizda ekan. Ikkita kundoshni yarashtirishdan ko'ra yaxshi bilasiz, ikkita davlatni yarashtirish osonroq. Bir akamizning ikkita oilasi bor. Shu bitta qovuni bor ekan qo'lida. Shuni uyga tashlab o'tib ketaylik dedi. 5-6 kishi keldik. Hamma o'ylayaptiki, endi qaysi xotiniga berar ekan? Birgami, ikkigami ekan? Bitta qovun bo'lsa o'zi deb turdik. U yo'lini bilar ekan u. "Ey, pichoq bilan patni solib kelar" dedi. Chap qo'li bilan qaramasdan qovunni shunday tortuvdi. Aka, qoyil qolganimiz shunaqangi teng bo'libdiki, qovunni o'lchab ko'rsak, puchog'i ham, mag'zi ham, yeb bo'lmaydigan danagi ham sanab ko'rsak teng ikkiga bo'linganda, qovunni 5 santimetrlik dumi bor ekan, dumi ham o'rtasidan ketganda. Qarsak chalib dodlab yorishdi, hamma qoyil qoluvdi, lekin baribir kenja xotin rozi bo'lmadi. Nimaga norozisan dedi? Noto'g'ri ketdi dedi. Nima noto'g'ri ketdi dedi? Kundoshimga qovunni quyosh tegib pishgan tomoni ko'proq ketdi dedi. Taqdir taqozosi bilan ikkalasi bir vaqtda olamdan o'tibdi. Yigit endi men va'da berib qo'yganman. Oxirgi manzilga ham ikkalasini baravar ko'rishimiz kerak. Yigitlar ertaga ikkalasini baravar ko'tarib, meni hovlimdan baravar chiqarasizlar debdi. Tasaytdi, iloji yo'q, baravar chiqarishga. Ikkalasi birdan sig'maydi darvozaga desa, yonidan darvoza qilinglar, hali vaqt bor debdi. Ertalabgacha tayyor bo'lgan darvoza ham haqiqatan askarlarday bir xil harakat qilayotganmish. Baravar ko'tarib, baravar yurib, baravar olib borib, baravar tiqib, tuproqni ham baravar tortishibdi. Ketmonni ham sanab 1000 tadan uribdi ikkalasini qabriga. Xudoga shukr, hammasi bir xil bo'ldi. Endi ular mendan rozi bo'lib ketishdi, deb yigit shuna uxlab qolgan ekan, tushiga qovoqlarini uyib, yana kenja xotin kirib. Nimaga qovog'ingni uyasan? Ikkalangni bir xil olib chiqdim-ku desa, "Yo'q, bir xil olib chiqmadingiz" dedi jonsa. "Yo, bir xil bo'ldi" desa, "Yo'q, bir xil bo'lmadi." "Nimasi bir xil bo'lmadi xotin?" desa, "Kundoshimni yangi darvozadan chiqardingiz" debdi. Men shu tanish bilishlarimning oldida yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim deb. Dugonalarimning oldida shunaqa xijolat bo'ldim dermish. Bir akamizga havas qildim. Bu doimo zo'r kiyinib yuradi. O'zidan so'rasam sirini aytmaydi. Nimaga bunaqa doim chotki kiyinib, dazmollangan, chiroyli yuvilgan yuradi kiyiming? Shunga havasim keladi. Nima siri desam, aytmadi. Keyin oxiri o'zim bildim. Uni oilasi ikkita. Aytdi, ikkalasi bir-biridan qizg'anib, bittasi yuvsa, bittasi dazmollaydi. Musobaqa ketadi uni uyda. Shuning uchun bu shohona chiroyli yuribdi deb havasim ketdi-da, men ham aka oilani ikkita qilardim. Endi meni kunim avvalgi kunimdan 5 battar bo'ldi-da. Kiyimlarim g'ijim, kir, qarab bo'lmaydi. Oxir boyagidan so'rashga majbur bo'ldim. Men aytdim, "Sen qilishda yurasan, mana bu kiyimlaringni dazmollangan, yuvilgan doimo yurishini sababi nimada?" dedim. "Buni siri shundaki, men kiyimlarimni o'zim yuvib, o'zim dazmollayman" dedi. Shularda hammasidan bir ilhomlanib, hammasi ta'sir qilib, bir qo'sh xotin degan qo'shiq dunyoga keldi. Endi men sizlarga shuni ilmoqchiman. Sizlar esa buni so'ziga e'tibor berasizlar. Yigitlarimizni izzati, opa-singillarimizni hurmati uchun qilingan erkaklar haqidagi birinchi qo'shiq. Marhamat, monitorga. Quloq bering erkaklar, sizga aytay ertaklar. Baxshi jigit esini jeb qoldi, xotinni yakta qilgisi kelib qoldi. Kelib Zokir qiziqqa maslahat soldi va sirazi javobini oldi. Xotin
bitta sigir olsangchi, har kun janjal qilguncha, har kun qaymoq yesangchi. Yemagani ortida, oldidadir yegani, kundoshni ko'tar olmas sira xotin degani. Kundoshni ko'tar olmas sira xotin degani. Ular yurar bargida, sen yurganda shoxida, ortiqchalik qiladi bitta xotin gohida. Hech narsa qila olmaysan, xotining ming'irlasa, qo'rqib ranging o'chadi, telefoning jiringlasa. Qo'rqib ranging o'chadi, telefoning jiringlasa. Adashtirmay deb qo'rqib, ketasan qiynalib, chaqirasan ikkisin, ismini ham o'ylanib. Ikki xotin bitta yer, toq bo'ladi, qo'sh bo'lmas. Qo'sh xotinli erkakka qo'sha qaring deb bo'lmas. Qo'sh xotinli erkakka qo'sha qaring deb bo'lmas. Garchi eskilar bunga ruxsat berishgan, ammo ogoh etib ketishgan, bunda ko'pdir muammo. Bir kun janjalli uyda fayz qochadi 40 kecha, 1000 yilday qiyin o'tar, aytib qo'yay bir kecha. 1000 yilday qiyin o'tar, aytib qo'yay bir kecha. Aytib qo'yay do'stginam, bu yo'lda qiynalasan, o'ylanib uylanmasang, uylanib o'ylanasan. Xotin bilan muammo tugamaydi hech qachon, ikki ro'zg'or bolalar tortqilaydi to'rt tomon. Ikki ro'zg'or bolalar tortqilaydi to'rt tomon. Chidash kerak barini, tomirida o'z qoning, ikki xotin o'rtasida chiqib ketadi joning. Hech qachon berilmagan qo'sh xotinga jazo. Qo'sh xotinlikning o'zi unga oliy jazolar. Qonunda berilmagan qo'sh xotinga jazolar, qo'sh xotinlikning o'zi unga oliy jazolar. Ikkita xotin olguncha, ikki tovuq olsangchi, har kun zaqum yutguncha, har kun tuxum yutsangchi. Har kun zaqum yutguncha, har kun tuxum yutsangchi. Bir xotinli erkaklar bo'lmang mendan norozi, qo'sh xotinni eplolgan erkaklarning xo'rozi. Zokir qiziq shuytib baxshini holini bildi, baholi qudrat baxshini qulog'iga lag'monni bildi. Sergaklantirish uchun edi aslida bu qissa, shod bo'lardim qo'sh xotinni eplolmagan erkaklar qissani eshitsa. Qissadan hissa qilish uchun bir rivoyat aytmoqchiman. Taqdir taqozosi bilan bir yigitni 4 ta oilasi bor ekan. O'lim farishtalari kelib, "Seni joningni olamiz. Lekin aytib qo'yay, u tomonda seni juda ham og'ir sinovlar kutyapti. Lekin birdan bir yo'li bor. 4 tala xotiningdan biri sen bilan loqal u dunyoga ketishga rozi bo'lsa, o'shanda hammalaring yaxshi bo'ladi. Bor so'rab chiq xotinlaringdan qaysi biri sen bilan nargi dunyoga ketishga rozi bo'ladi." Qo'l oyog'i bo'shashib, eng birinchi yaxshi ko'rgan suyukli kenjani oldiga kelib, "Ketasanmi men bilan?" desa, "Nima deyapsan?" debdi. "Darvozagacha ham bormayman qo'shilib sen bilan" debdi. "Yerga tegaman" debdi. Uchinchini oldiga kelgan ekan, "Mayli, men darvozagacha boraman" debdi. "Yog'iga o'zingiz yetib olasiz" debdi. Ikkinchini oldiga kelibdi, qo'l oyog'i bo'shashib borayotganimiz borgan sari. "Sen ketishga rozimisan men bilan?" desa,
qabristongacha boraman debdi. Yog'iga uzr debdi. Birinchidan so'rashga aka o'zini betim olmabdi, chunki uni ustiga 3 ta xotin olgan. Lekin baribir so'rashga majbur ekan. Betiga qaray olmasdan yerga qarab, sekin "Sen nima deysan? Rozimisan ketishga men bilan?" desa, birinchi xotin qarang, kutilmaganda o'ylab o'tirmasdan, "Ha, men roziman. Siz ketsangiz, bu yerda menga qiziq narsani o'zi qolmaydi" debdi. Shunda aytgan ekan, "Ko'rdingmi? 4-xotining sen bilan darvozagacha ham bormadi. U seni orttirgan moli davlating edi. 3-si sen bilan darvozagacha borishga rozi bo'ldi. U seni shon va shuhrating edi. 2-si sen bilan qabristongacha borishga rozi bo'ldi. U seni qavm va qarindoshlaring edi. 1-si esa sen bilan u dunyoga ketishga rozi bo'ldi. U seni ruhing edi." Hissadan hissa hammamiz qo'shganimiz bilan qo'sha qaraylik, ko'z ochib ko'rganimizdan ayrilmaylik. Zokirjon Oshildiyev. Zokirjon Rahmat daftaringizda.